أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها biz yuqorida zakatning farzligiga tangan kishi kafir bo'ldi degan. Bu zakatning farzligiga tanmay, bermay turgan. Zakatchi talab qilsa-mo, bermayman deb turgan. Bu bermayman deganlar balkimda bermayman deb shunda turib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki shu yurtning sal zo'mgarlar bo'lib qolsa, qurolliq kuchini ko'rsatib bo'ysunmagan bo'lishi mumkin. Har ikki ehtimol bor. Unda bo'lgan ekan islom davlati zakatni undan majbur oladi. Bu hamda shu musulmon zakatni bermay turgan musulmon islom jamiyatida yashab, kichkidan zakatning farzligini bilib, o'shunda cho'ng'igan musulmon bo'lsa, shunda agar yana bir musulmon bo'lib zakatni yengil-toza anglab boqmagan bo'lib, nima ish birdim deb tursa, oldida uningga islom tushuntirib, shunda bir farz bor, buni ado qilishimiz lozim deymiz. Tushungandan keyin bermay tursa, undan majburlaymiz. Endi bu majburlagandan keyin innamal a'malu binniyat deb bu o'zining belgisi yo'q. Majbur bo'lsa, buning gadini saqt bo'lamdi, saqt bo'ladi, bo'lmaydi, ulamoning har xil qarashlar bo'lsin. Lekin biz qildigan ish majbur oldik emas. Chunki bu kambag'allarning haqqi, boshqalarning haqqini apagandek bir ish. Va wada'aha mawdi'aha uni egilarga sarf qilamiz. 8 o'ringa sarf qilingan. Zakatni bermay turishning gunohligi va gunohning cho'ng gunohligi hammalarga ma'lum. Zakatni olish bilan billa hokim xalib qolsa, bunga jazo berdi. Hadd darajasiga yetmagan albatta ta'zir, muvofiq jazo berdi. Ya undar uramdi, yoki 20 kun sulab qo'yamdi, yoki mol-mulkining yerimini sodir qilib jazolamdi. Bu shu hokimning o'zining mo'ljallashiga qo'yib berilgan. Agar bermay qurolli urushman deb qolsa, jang e'lon qilib urushadi. Hazrat Abu Bakrmo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin arablarning bir qismi dindan butun yonib ketgan, bir qismi zakat bermaymiz deb turgan chaqda qurolli qarshilik bo'lgan chaqda shular urushgan. La uqatilanna man farraqa bayna as-salati va zakat. Liqawlihi ta'ala khudh min amwalihim al deb buyurgan ekan majbur olamiz. Va qawlihi sallallohu alayhi vasallam khudha min aghniyaihim. Hazrat Muazga baylardan elib kambag'allarga bergan deb buyurgan hadisga asosan olamiz. وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله عنه بهذه النصوص. مش آيات الإسلام أساسا Hazrat Osman'ın zamanı kadar şoğul bulduğun, ya pişirilmeydiğin malların hamının zakatını Hazrat Osman devlet reisi sütüde kadirleri arkalık jığıttı. Hazrat Osman'ın zamanı gelgen çağda altın, kümüş, yani şoğul bulduğun malının zakatını bu kıyın bulup kaldıkken, ya ki biz hazır şunda neş bulunma deb o'zining og'zidan anglab surishtirib qilgan bilan keyincha zolim amirlar kelib qolgan chog'da kishilarning mol-mulkini surishtir qilib, kishilarni siqiltidi deb, buni o'zingizga beringlar deb kishilarning o'ziga topshirgan. ففوضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة أموال الناس فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام. Yani zakat berdiğin kişiler İslam devletininki reisiga qarta vekilga o'xshash kishi bo'ldi. İslam devletining reisi kadirlar orqali shu zakatni ayirib qildi. Buning o'rnida hozir shu zakat berdiğin kishilar o'zi turgandek. Faiza alima annahum la yu'adduna talabahum biha. Devlet reisi agar bu kishilar qo'ldagi amvalul batinaning zakatini bermaydiganligini bilsa, o'zi yig'sin bo'ldi. Qala va ma akhadahu al-khawarij wal-bughat min az-zakawat la yuthanna alayhim. Xavarijlar islom davlatiga to'polon qo'zg'ab, shuna qurolliq ba'zi shaharni egallab olgan, jutni besib olgan kishilar, to'polonchilar. Wal-bughat bu mashunda
to'polonchi, o'g'ri qaroqchi, ajbiriyani kuchidan egallab olganlar. Ya'ni qonunliq davlat raisiga qarshi chiqqanlar. Bular o'zi egallab olgan shahar xalqidan zakotni bizga topshirishlar deb chiqqan bo'lsa, la yusanna alayhim. Keyin qonunliq rais bu shahni qo'lga olgandan keyin mana zakotni qayta topshirishlar, bu to'polonchilarga topshirganlar hisob emas demaydi. Bir qatim topshirayotgani hisob deydi. La yusanna alayhim ikkinchi qatim qayta ulardan olmaydi. Li'annahu yani li'annal hakima ajaza an himayatihim. Ash fuqaroni ash bag'irdan xavarizdan qo'ruyamay qolgan. Aciz. Vel cibayatu bil himaya. Cibaya ash bazisida pul yig'ish, ularni qo'llash qarshiligida bo'lgan. Al-ghurmu bil ghunm degandek. Wa yufta ahluha bil i'adati fima baynahum wa baynallohi ta'ala. Endi u xalq so'rab keladi o'lmal. Biz burun xavarizni besavagan chaqda, to'polonchilar besavagan chaqda shular zakotni topshiradigan chaqda majbur topshirgan yoki o'zimiz xohlab topshirgan. Endi hozir islom davlati zakot topshirishni da'vatida qanday qilsa bo'ladi deb fatvo so'rasa, biz ular fatvo berishda sizlar qayta topshiringlar deb fatvo beramiz. Yani bu diyanatdan nega. Lekin qadoan topshirishing kerak demaymiz. Yani sen o'zing ko'nglan xotirjam bo'lib, zodi hech qanday ehtimollik yo'q holatda men zakotni ado qilgan bo'ldim deyishim uchun qayta topshir deymiz. Bu ham ehtiyotmiz. Alo bergan zakot joyini topmagan bo'lsa yoki gadindan zakotni saqit qilmagan bo'lsa, ikkinchi qatim bergan saqit qiladi demoqchi. Lekin bu diyanatdan deymiz, qadoan emas. Qadoan bo'lsa sud mahkamasida qayta birislar deb buni ijro qilib ketdi. Ularni qaytadan berishga zo'rma ekan. Bu anda şu xavarijlar, bag'iylar shar'iy xalifa bo'lmaganlikdan bulardan. Yani qonunliq davlat tuqallamas. Shu o'zidan chiqqan sharni olib olganlar. Qala li'ilmina annahum lam ya'khuduha bi tariq as-sadaqa. Nima uchun biz qayta berayotganlar deb fatvo beramiz o'lg'a desa, chunki xavarijlar zakat to'plandiq deb to'plamagan bo'lishi mumkin. Wala yasrifunaha masarifaha. Joyig'imi sarf qilmaydi. Yani bu islom nimasiga amal qilmaydi. Islom tuzumiga qarshi chiqqanlig'iga balki buni joyida tasarruf qilmaydi. Joyiga tegmaydi bu. Deganligimiz uchun ko'nglimiz xotirjam bo'lmay qaytib berayotganlar deymiz. واختلف المتأخرون فيما يأخذه الظلمة من السلاطين في zamanina qachon ko'rsatdi? Muallifning zamoni desak 7-asr. Yani bu anda şu 3-asrdan tortib, yani 2-3-asrdan tortib ta hozir qadar degan. Lekin mutaakhirun degan shu atalg'u istiloh Hanafi mazhabda muayyan bir zamondagi ulamoni ko'rsatdi. Yani mutaakhirunda masalan o'tgan asrdagi 9-asr, 10-asrdagi ulamoni maqsad qilmaydi. Yani biz tushunishimizda mutaakhirun keyingi ulamo deymiz, keyingining cheki bugunga qadar deb tushunishimiz mumkin. Lekin mutaakhirun bu Hanafi mazhabdagi ma'nosi 3 imom bilan uchrashmagan ulamolar. Masalan, xuddi mashayix dedik-ku, mashayixga o'xshash Abu Hanifaning masalan va shogirdlarining navri shogirdlaridan tortib keyingilar. Yani 260-300 yıldan keyingilar deymiz. Yani bunun muqobilda mutaqaddimun var. Mutaqaddimun 3 imam va 3 imamga uchrashganlar mutaqaddim bo'ldi. 3 imamga uchrashmaganlar keyingi kelganlar mutaakhirun bo'ldi. Yani buni yil bo'yicha bekitib qo'yganlar bor. Masalan, yil bo'yicha bekitsa 300-yilda 300-yilning ilgirki ulamolarni mutaqaddimun, 300'den keyingini mutaakhirun deganlar. Yil bo'yicha aytsak qanday ayiramiz? Masalan, salaf xalaqdak. Salaf degan lekin bizning umum islomiy sohada salaf desak, shu 200-yildan ilgirikini asal salaf deymiz. 300-yil bo'lmaydi. Qala mashayix Balxi desak bo'ldi. Balx mashayixlari shunday debdi. Balx Afg'onistonning bir shahri, hozirning Balx. Şu çağda şu Hicriye'nin 4-asr, 5-asr, 6-asr, 7-asr bu çağlarda Balx mesela, Samarkand, Bukhara, Nasaf, Mirg'inan aşağının hemmesi
çoğun bir ilim ma'rifat merkezleri. Keyin mesela Kashgar, aşılımı anda çoğun üniversiteler ve medeniyet ve ma'rifat merkezler. Hatta Hanefi mezhepte Meşayih Samarkand, Meşayih Bukhara, Meşayih Balxi deb hammasini ayrim ayrıydı. Yani şu fuqahaning ko'pligi ve ilmi faaliyetining ko'pligidan buniki her bir şa'ni ulamalarning ayrim şu mezhepning ichida ayrim qarashlari va ayrim fatvolari bor bo'lgan. Balx mashayihlari, yani 300-yildan keyin kelgan Balxda yashagan ulamalar demakchi. Mashayix Balx kimga o'xshaydi desa, masalan, Abul Qasim as-Saffar, Abu Bakr al-Iskaf, Abu Ja'far al-Hindwani, Muhammad ibn Salama, Abu Lays Samarqandi deganlar. Abu Lays Samarqandi Samarqandda yashagan, keyin Balxga bir yashaganlik uchun Samarqand ulamolaridan hisoblandi, Balx ulamolaridan hisoblandi. Mashayixi Samarqand desak, Abu Mansur al-Maturidi, Buxoroning Abu Fadl al-Buxoriy, Abu Hafs al-Buxoriy degandek ashunday ulamolar. Balx ulamolari endi bir xil navosil bo'lgandan keyin bunda zolim hokimlarga duch kelgan ekan bular. Shu chaqda bir fatvo berish tirishgan. Imomdan kelgan bo'lsa, bunda zolim podshohlik uchrab qolsa bunda degan bir nas yo'q. Balki biz qanday qilmaymiz, zakat ado qilindi bunmanda degan masala bu ijtihod qilib, yuftawna bil i'adati kal mas'alati al-ula. Ay zolim podshohlar, xavorijlar, to'planchilar meselesi bir nima keldi-ku. Bu zolim podshoh, bu qonunli podshohdek, lekin zolim, zulm qilgan. Buni qanday qilmaysa, burun qilgan masalaga o'xshashlan fatvo berildi o'sha kishilarga. Ya'ni siz qayta biritanglar, hukumatga bir topshiriq, keyin yana o'zinglar bir biritanglar deydi. Va qala Abu Bakr al-A'mash, bu Muhammad ibn Sa'id, Abu Bakr al-Iskafninki shagirdi, Abu Ja'far al-Hindwanining ustozi. Bu Balx ulamolardan yuftawna bi i'adati sadaqa. Zakatni qayta beringlar deb fatvo beramiz deydi. Ash kishilarga shunday fatvo berildi. Li annaha haqqul fuqara. Chunki bu zakat kambag'allarning haqqi va undan boshqa masrafning haqqi. Fi sabilillah val gharimin mu'allafat qulubuhum va fi riqab masalan. Va la yasrifunaha ilayhim. Shu chaqdagi zolim podshohlar bu zakatni yig'ib topshirib olgandan keyin joyiga xajlamaydi deydi. Va la yuftawna fil xaraj. Lekin shu zaminda xaraj zamini bo'lib qolsa, zaminni o'shir zamini xaraj zaminda chiqaramiz. O'shir birdiganlar shu musulmonlar. Qo'ldagi zaminning o'shirsini birda. Xaraj degan shu zaminning egilari, ya terayotgan kishi musulmon emas. Masalan, islom fatvo bo'lgan chaqda zaminni usulda musodir qilmaydi. Terib o'zlarini qilib bizga xaraj topshiringlar deb unda tutishgan kafir fuqarolar deydi. Yani bu xaraj ikki xil deb ayiramiz. Ya'da osh kishilarga xarajni qayta topshiringlar deb fatvo bermaymiz deydi. Va bu nimadan iborat? Aksi musulmon. Fatvo so'rgan kishi musulmonlar. Davomdan keyin xarajni shu ulamoning ikki qismga bo'lganimiz bo'yicha bu ya egisi musulmon bo'lmay qolgandan keyin zaminni biz tatib olmay terib bizga xaraj to'laysa deb xaraj bekitdik. Shuni har yil to'lab bersa, zamin shu o'zining qo'lida qoldi. Ya ikkinchisi shu kishilar musulmon bo'lgandan keyin zaminni usulni qulog'ida tursin, xarajni to'laysizlar deb ashuna qilishgan. Zamin asli xaraj zamini bo'lsa, musulmonlig'a ijaraga bergandek bir ishim. Bu shu Kitabul Xarajda ya Kitabul Fayda tafsir qildi. Demak bu xaraj topshirish masalasida biz ularga xarajni qaytadan beringlar deb fatvo bermaymiz. Nima uchun? Li'annahu haqqul muqatilati. Chunki xaraj askarlik bilan sarf qilingan iqtisodda. Yani xarajdan kirgan kira asli bu fayga o'xshash. Askarlikka xarajlaydi deydi. Muqatila yani al-jaysh. Wa hum minhum. Wa hum yani as-salatin az-zalama ashu askardan bir qismi. Yani bu askar huquqni ta'tillatlar yoki shuni so'rayotganlar, askar musulmonning qo'lida, askar boshliqlari musullar. Hatta law zahara ala al-islami aduwwun qataluhu. Bular shu askarning jumlasidan bo'lg'achqa, zolim podshoh bo'lsa-mu, islom ummatlarga, islom davlatlariga shunda tashqaridan dushman hujum qilib qolsa,
bular şunun taqabul turganlar edi. Mesela Mısır desek, Mısırda mesela zalim padişah desek, Yahudiler hücum qilsa, muşular tutuşuda hazır. Mısır'ın besalımızda bir Yahudi İsrail hücum qilsa, askerlar taqabul turganlar. Davamlı ki şununla askerlarga chiqim qilgan nimani bajni topshiramiz mashiki. Qala shamsul a'imma as-Sarakhsi, Sarakhsi desek bo'ldi yoki Sarxasi desek bo'ldi. Biz odatda Sarakhsi deb ko'naglik. Shamsul a'imma Sarakhsi desa odatda darhol shu al-Mabsutning muallifi shu maqsad qilingan Hanafiy mazhabda. Sarakhsidan xil ko'p. Shamsul a'imma deb unvon olganligi xil ko'p. Mesela Şemsul A'imma al-Halavani degandek. Shu Mabsut degan kitobni yozgan olim. Şemsul A'imma Sarakhsi shu Balx shahrida fatvo bergan ulamodan kerak kelib, Hanafi mazhabdan mashani odamlar menda fatvo berdi. Mashani ulamolar menda berdi. Ma to'g'riqdan da selishtirib baholaydigan ulamolar. Shuni bu debto al-asahhu to'g'riroq. Bu hammasi to'g'ri qarashlar. Shu fatvolar Balxning ulamolari olsun, nursi olsun. Lekin ya to'g'riroqi anna arbab al-amwal idza nawaw 'inda ad-daf'i at-tasadduq 'alayhim saqata anhum jami'u dalik. Ash mal egilari zalim podshohlarga, bag'iylarga bergan chaqda mushu zakotim bilan tak xaraj deb niyat qilib bersa, gadindan saqit bo'ldi. Va kada jami'u ma yu'khadhu min ar-rajul min al-jibayat wal-musadarat. Shu kishidan elingan bajchilik, musadir qilingan zodi hukumat ele olgan narsa ham musulmonlar dedi. Yani ikkinchi qatam uni to'lash kerak bo'lmaydi. Ibodat niyat bilan. Ya bo'lmaydi demakchi, men hozir to'g'riroq agar niyat qilmagan bo'lsa, qayta berishi lozim deb fatvo bermaymiz. Niyat qilgan bo'lsa, bu ikkinchi qatam bermaysiz deymiz demakchi. لأنما بأيديهم أموال المسلمين. Çünkü aşularının qo'ldagi iqtisod musulmonning iqtisodi. Yani aşularının ma بأيديهم degan damir kelganda salatin nolama. Şunun qo'ldagi iqtisod musulmonning mol-mulki va ma alayhim min at-tabi'at fawqa ma lahum. Ular erishadigan imtiyozdan ularning ustidagi yuk texmi ig'ir deydi. Tabiat mas'uliyat yuk. Fahum bimanzilatil gharimin wal fuqara. Davanikin aşı zalim padişahlar Müslüman ammasiga, faqirlarga ta'zib o'g'lab qolgan namorat kishilarga o'xshaydi. Chunki nurg'un odam buni haqqini talab qilgan holatda. Haqqimni ba deganini qo'ygan ekan, bu yendik pulni to'lab beray desimi yetishmaydi u. Lekin bu kambag'al, padishahlar o'zi kambag'al deydi. Hatta qala Muhammad ibn Salama mushunda mazmunda gap qilgach ulamolar Muhammad ibn Salama bu uchiga chiqib bundabto yajuzu akhdhu sadaqati li Ali ibn Isa ibn al-Mahan wali Khurasan. Isa ibn Mahan shu chaqdagi shu 3-asrdagi Khurasanning valisi. Bu zalim shu kishiga zakat yig'ib bersak bo'ldi. Ashadam hammadan zakatni yig'ib ashuni ma'nosi qayda deb bersak bo'ldi. Nima uchun desa, bu intayin zalim bo'lg'achqa nurg'un xalqning haqqi buning gardinda. Hamma kambag'allar, hamma fuqarolar uning haqqini badab yaqsini tutgandek bir holatda, lekin bu g'arimga kirdi. Shu hammadan yig'ib buning qarzini ado qilishga yordam qilgandek bo'lamiz. Bu ham da siyosiy fatvo. Ya'ni sen zalim demoqchi. Muhammad ibn Salama ash zalimlarga zakatni topshirsak bo'ldi deganlarning jumlasidan bo'lg'achqa andaroq tahlil qilib husn ta'lil qildim. Abu Ja'far al-Hindavonidagi ulamolar uni zakatni yig'ib qolsa sen bersang sendan ado bo'ladi, uni joyiga topshirmasa gunohi ashulug' bo'ldi dedi. Bu Balx ulamolar. Qala wa man mata wa alayhi zakatun. Zakat vojib bo'lgan holatda zakatni ado qilmay o'lib ketib qoldi biraydan. Aw sadaqatu fitrin lam yu'khaz min tarakatihi. Uning mirosidan zakatni berishimiz vojib emas. Yani mirosxo'rlar demak. Lekin jumhur bolalari oldin to'litib, uningdan keyin vasiyatini ado qilib, uningdan keyin eshib qolganini undan miros qildi. Hali jumhurlar bir mazhabga o'xshash chiqmaydi. Wa in tabarra'a bihil warathatu jaza. Mirosxo'rlarning u dadisining zakat qarzini to'lashi vojib emas. Lekin atimizning gardini bir narsa qilmasa,
Allah'ın aldığı vargan çağda zakat bermegenlikten azapı düşer bulmuşsun der, köyner biz tülüteyli dep kalsa meyle. Ada buldu şu. Dadısının ornunda ada koygan buldu. Ve in avsa bihi zakatni hayat vaqtida bermay, keyin o'ldigan chaqda qo'rqab, balalarimni o'sha 1 yil, 2 yillik mana shu zakat vaqti bermay qolsa, biretinglar deb o'lib ketgan bo'lsa, yu'tabaru min sulusihi. Vasiyatninki o'lchimi 3dan 1 bo'lg'achqa, 3dan 1 doirasida buni to'lab qo'ydi. Li'annaha ibada. Nima uchun? Hani vasiyat qilsa, yoki topilsa, bo'ldi, bo'lmasa bo'lmaydi desa, çünkü bu ibadet. İbadetin hammadan o'zi qilish lozim. Fala tata'adda illa bihi. Niyat qilib turib, o'zi ijro qilsa, o'zi o'rindisa, uni bo'ldi. Yoki o'zi o'rindayolmay qolgan bir ahvol bo'lsa, siz mening o'rnimda qilib qo'ying deyilgan ba'zi bir ibodatlarni mislida emasin. Ba'zi bir ibodatda shariat ruxsat qilgan doirada boshqadan qilib qo'ysa bo'ldi. Tahqiqan li ma'nal ibada. Ash qulluq, bandichilik o'zi qilgan chaqda undan vujud chiqadi. Masalan, namozni bir kunning o'rnida namoz o'qib qo'yish. Ammo masalan, ro'za tutib qo'yishda ma'lum doirada ruxsat qilgash bor. Li'anna al-ibadata shuri'at lil-ibtila'i liyastabina at-ta'i'u min al-'asi. Çünkü ibadet degan shu insonlarni sinash uchun, kim bo'ysunadi, kim bosh tortadi, buni ayirish uchun yo'l qo'yilgan desak, وذلك لا يتحقق بغير رضاه وقصده. Bu her bir kişinin özünün razı bilen özü tanlap qilmagan taqdirda vujud chiqmaydi, sinalmaydi. وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِيتَاءِ. Yani bir dalil endi. Şu Müslüman kişi zakatni berishga buyurilgan. Va atuz zakat. Zakatni beringlar deb buyurgan Alloh taolo. وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ. Yani başqa adam onun o'rnini berib qo'ysa, ado bo'lmaydi. Mesela hozir ayollar zakat olgan chog'da eriga sil berib qo'yishlar deb turadilar. O'zi berishi lozim. Har inson o'zi bir. Başqalarning zakatini başqalardan berib qo'yadi. İlla yakuna naiban anhu. Faqat lam shuning o'rnida falan yardım melim ba, ama melimdan men berib qilamadim va aldirash. Siz mening o'rnimni qilib qo'ying desa, maylikdi. Liqiyamihi maqamahu. Şu kişinin vekili sifatida. Bi xilafil varithi, yani miras meselesinde miras ko onun o'xshamaydi. Yani onun qiyas qilsak bo'lmaydi. Yuqori kishilar qiyas qilib bo'lmaydi. Li'annahu yakhlufuhu jabran. Çünkü bu öz ixtiyorlik bilan mush kishini men izbasarim qilib tanladim deb tanlaganlikdan emas, u majbur ash kishi shuning bolasi bo'lib qolganlikdan otomatik izbasar bo'lib turgan. Bu tanlash ixtiyorligi yo'q. Wa qadiyatu hada qadiya degan so'z kelib qolsa shu kitoblarda buning taqazzasi deydi. Bu nimani taqazzo qiladi deymiz. Bu masala deymiz. Ba'zi masala nuqulimiz bor. Qadiya degan misalda muqtadahu yaqtadi kada deymiz. Bu nimani taqazzo qiladi desa alla yajuza ada'u warithi. Hamda bu mirasxo'rni tanlab mush kishi mening o'rnimda izbasar olsun diyemaganlikdan mirasxo'ri uning o'rnida zakatni ado qilib qo'ysa bo'lmaydi deyish lozim tasla. Yuqori gap mushunda deyishni taqazzo qiladi. İlla anna jawwaznahu istihsana. Lekin biz mirasxo'rning ash muvarrisining zakatini ado qilib qo'yishini joiz dedik deydi. Nima uchun? İstihsana. Mushu juz'iya kelgan chaqda biz mayl deyapti. Nima uchun desa, bu yerda yana bir boshqa kuchliroq bir dalil bor. İstihsanning ma'nosini shunda dedik-ku, yani hozirgi ko'z ko'rinib turgan dalildan jalliqroq bir dalil bo'lganlikdan yetkazdik. Wa qulna bi suqutihi anhu bi ada' al-waris. Mirasxo'ri ado qilmasa o'lguchining gadini saqladi dedik. Bu bizning asli tutgan qoidamizga tushmaydi bu. Lekin boshqa bir dalil bo'lg'achqa men qoidani tasdiq qilib, qoidaga keldik. Nima uchun? Li hadithil khat'aniyya haythu qala sallallohu alayhi vasallam fadaynullohi awla yoki ahqqu an yuqda. Hozir mana tarkil qiyas emas, tarkil qiyas lin-nas lil-hadis. Hadis kelgandan keyin biz qiyasni tashlab. Yoki qiyasni tashlab boshqa usul qoida bo'lsa, buni tashlab ma hadisni oldik.
Bu hajdiga şu Fadl ibn Abbas qarab ketdi, bo'ynini qarib qo'ydiga, shu qasamiga shu. Ya'ni atam bak yaşını qilib, tug'ini ustida o'tirolmaydigan chaqda haj farz bo'lgan. Atamning o'rnida men haj qo'ysam bo'lamdi desa, bo'ladi. Atanızın ustida qazi bo'lgan bo'lsa, ado qilib qo'ysangiz bo'lamdi. Shunda Allah'ın qazi atanızning o'rnida ado qilib qo'yishga eng haqli deydi. Ro'za haqida shunday bir hadis kelgan. Yani bu masalada yuqorida biz bayon qilganimiz Hanafi mazhabining qarshi. Lekin jumhurchi şu bir kishi zakatni bermay o'lib ketgan bo'lsa, gadindan bu chiqib ketmaydi. Hanafi mazhabining ma'nosida bunda tushunsak, Hanafi mazhabining kuchli. Her ibadatni hamma odam o'zi qilish kerak bo'lgan bir usul qoida bor. Va allaysa lil insani illa ma sa'a. Undan keyin hozir bu mirosxo'rlar tabarruan biz to'lab qo'yli deb qolsa bo'ldi dedi. To'lishing kerak deganni qilmadi. Cumhur to'lash kerak dedi. Ya'ni bir aydan o'lib ketgandan keyin ado qilinmagan zakatini biz xuddi falanaxning qazi vakin atimizda degan tariqada altılar miros uning buning gapini qilishdan burun qazini egasiga berib zakat qazini to'layotgandan keyin uning qolib qolganda vasiyatini ijro qilayotgandan keyin uni qolib qolganini o'zaro ulashtiradi. Undan keyin jumhurning qarashida qazi egalari zakat qazini shuning ichida qazi egalarini rozi qilib o'tib, undan keyin vasiyatni icra qilib, undan keyin qolib qolganini miros deymiz. Vasiyat qilmagan taqdirda, jumhurning bo'lsa, uni ojizlik nuqtasi vasiyat qilmagan taqdirda. Bu odam niyat qilmadi. Keyin voy men birinmay qolganman, siz to'lating degan sadomi chiqdi bu odam. Bu odamning asli zakat berishni niyatim yo'q. Xohlamaydi. Undan keyin bu odam hech ish qilmasa, bu odam dunyodan shunday ketib, daftarni yig'ishtirib, taqvat qilib ketsa, uni qo'ysa bo'lmaydi degan bilim. Faqat unda shu mirosxo'rlari tabarruan o'zining nimasidan kechib, o'zining haqqi bu. Kambag'alning haqqi emas. O'zining haqqini endillam to'layotganda, xuddi sahobalar o'lib ketgan chog'da namozini tushunsa, men to'layotdim deb biraydan chiqib og'insa ya sabtishi to'layotdi-ku. Ashunda tabarru bo'lgandan keyin mayli dedi. Yani Hanafi mazhab o'zining qoidasini ro'za va hajga kelgan ba'zi bir hadis bo'lg'achdan bir darajada chiqib kelgan. Ya, Hanafi mazhabda bunda bo'lmaydi. Ma jumhurning usta aslında boshqaning haqqi aralashib qolgan mal. Shu anda jumhur biz taraf turgandan keyin biz chiqin o'ttirib qilib, ko'ngil xotirjam bo'lsin deb qolsak, zakatni beradi. Ben bu programda shu mayitga nisbatan bir yaxshilik hisobladim. Uning bir shuni bilan qutib qolsa, biz yordam qilgan bo'lamiz. Namazını düşürdü. Bu tanımay, bana peresti ekan, ben birinmay kaptımdan da ölüp ketip qalgan bolsa, şusu. Yani bunda nimada şu mesela kebira günahını qilgan, buna perez narsani ado qilmagan kishilarninkini imam yoki shu jitning mo'tabar ulamolar tushunmaydi. Ular o'zan tushironglar bu namozini deb tashlab qo'ydi. Yani şu jitga shu arikachilamda shuni tushirdi. Sonra Resulullah qazni qattiq nima qilgan bo'lg'achqa, qazni bo'g'lab qilib, qazni ado qilmay qolsa, ogohlantirish jihatdan sallu ala sahibikum deb o'z namozi qilmay boshqaga tashlab qo'ydi. Bu ham doshimidan ogohlantirishga yetarli ekan. Rasululloh namozini tushirishga urinibdi. Falan damullam namozini tushirmayman debdi. Bu avom xalqqa ta'sir qilgan. Shunda ba'zi bir ahvollarda al-afadil namazı tushmaydi. Odatdagi odamlar farz kifoyatni ado qilish. Yani biz hozir hamda so'rab qolsa fatvo berishda qarashdan o'ttirib qolamiz. Qolgandan keyin ko'ngil xotirjam bo'lish uchun bir tomon desak, o'ta yaxshi. Yoki bakrak kishiroq nuq qolganini bilib qolsa, siz ben san bo'lsak bo'ladi. Qala babu zakatis sawaim. Yaylaqlarda bikaliq o'tchuklarda o'tlaydigan mal chorvaning zakati. Saima degan
bu ayında yılın köp kısmında bekalık ot çöpünü yap otlaydıgan mal çarılar. Ayetimiz o fihi şecerun fihi tusimun. Yani mal çarıvanını otlatışlar aşağıda. Saima deganning ma'nosi da bo'lsa biz pulga halab setilib chiqimdan bag'ilgan emas, asas yilning ko'p qismida yaylaqilda bekarlik o'chib bilan beqildigan charmallar degan bo'ldi. Ana charmallarning zakati. Charmallarning zakati. Charmallarning zakatida birinchisi odatda biz nimaga ishlatilgan? Masalan, yuk to'shishga bir karvon olib qolsa 40-50 tugaymiz. Davamlı kaç karvanda mal taşıydıgan. Atar ülkesinin aşında cık bir adamın olacak mı boğsamazsın. Aşında işletildiğin ulak kalsa bunun zekat gelmeydi o. Buna el-avamil vel-havamil vel-marakib de ataydı. Bunun da zekat gelmeydi o. Çünkü bu mal nami emas. Onun ticaretke mesela birisi koy kala ilip satığı adam bolsa 100 koyunu aldı, sattı, yani kotanda 500 tuyak koyu var, kalıdın biraz yüz var, aslında ticaretçi bağı onda. Bunda bulap kalsa bununla kavar. Bu dükkanda rast kim gidecek boğandak bununla zekat-ı arud kıldı. Yani iki yerin birsen, bunu elap bilen baksın, ne bilen baksan, şunu elip satılan tavar boğan iken iki yerin birsen kıldı. Hem de mavu sanını avutup, boğdakçılık deyimiz. Sanını avutup, semirtip, ya üstüne sığıp satılgan, yani şunda bir faydalanış için beklivatkan, yaylakta beklivatkan çarmallar. Şimdi yaylakta bekildi diyen gap, bir haftan da helap bilen bekilip kalsa, yak o unda bulmay diyen gelmez. Çünkü yaylak diyen kış günlerde bulmasın ki, bazı günlerde yaylak açkanmay kalsa, ya uyakkan ya buran şıvırgan olup kalan çağda yani öyle edip vermeyi bulmaydı. Lakin bunu ölçem saima gayri saima de muklista ölçem yılının 20'den çıkrak 6 aydan çıkrak vaxtida aşı bekarlık yaylaklarda otlaydigan bolsa saima oldu. Bunun da zekat var. Üstünü sığış üçün yoki neslini ko'paytirish uchun yoki bo'dab semirtish uchun ashunda beqilgan bekarlik o'tchiqli beqilganlarni saima deymiz. Shuni biz ayirdik hozir. Sütü uchun yoki sonini ko'paytirib setish uchun ya semirtib go'sht qilib avdish uchun beqilganlarni ikki turga ayirdik. Biz halab bilan birisi bekarlik o'tchiq bilan. Nonken halab bilan beqilganga unga bu manchkali ekan, unga manchi zakat demaymiz. Bunun aşı üstün pul qilib, yanlış qilib yanchadi, endi pullarni olib kelsin, misollarsa shuni bir. Nima uchun? Halab bilan beqilgan hayvonninki chiqimi bo'ldi. 100 qo'y desa, bu bir yilda 200 qo'y olamda. Ya'ni bu 100 qo'y olgan bilan 100 qo'yga loyiq pul xaylaydi bu. Shuna buningda shariat zakatni tushirgan. Bunun da müşahede fuqahanın sayını gayri sayını da ayırdıgan ölçem boyunca dep baksak, sen yılının 20'den köprek kısmı da bekarlık otulanını kılınsa dese, aşın bütün yıllık nımısında hesabı baksak, belirdiğen helap çıkma, yaylakta ekildiğen ot çıkma, kaç çık olsa şununla gayretimiz var. Bana es-saimatu elleti tektefi bir-ra'yi fi ekseri havliha. Şu bir yılının içinde 6 aydan köprek vakitte bekarlık otlaydiganlar. Fe-in alafaha nisfal havli ev eksera feleyset bisaima. 20'den çıkrak, 6 aydan çıkrak. Ya bütün çıkımını salsak, yan kaşıklarının 20'den çıkı elap bulup kalsa, bu çağı saima bulmaydı o. لأن أربابها لا بد لهم من العلف أيام الثلج والشتاء. Yıl boyu otlaydı diyen mal çarılımı, da kayırıp ketken çağda, kış günlerde öyle pansı bulmaydı. فَاَعْتُبِرَ الْاَكْثَرُ لِيَكُونَ غَالِبًا. Bundan iken yerim yıldın kübrekine şunu hesap kılamaz. Köpünce halde şunda boğaçka.
لأن الصوم إنما أوجب الزكاة لحصول النماء وخفة المؤونة. أنما شن بكالو أتشب أطلع الله زكاة با ألب برلدغان زكاة يوق دسك onun çıkımı az boğaçka bir taraftan ağıttırılgan boğaçka zekat badiyantı. Ve ennehu yetahaqqaqu idâ kânet tüsâmu ekteral mudde. Lakin bir yıllık çıkımının 20'den jiqraqı bikalık olab qalsa çıkımı az oldu bir taraftan ağıttırdı degan mazmun vücut chiqadi. Amma idâ ulifat salmaunatu takthur. Alab bir baqsa çıkımcı olab ketadi. Ve kethratuha tu'athiru fi isqat az-zakati kal-ma'lufati daiman fa'tubir al-akthar. Çıkımcı olab ketsa zakatni shuritish ta'sir ko'rsatadi. Kal-ma'lufa daiman. Masalan, yil bo'yi uyda halab bir baqadigan 40 qo'yilib qolsa zakat yo'q bunda. Undan keyin biz yilning ko'p qismini hisob qilamiz. Wa hiya allati tusamu. Am bu sayma nima iborat desa, nima uchun biqilgan charmallar desa, tusamu lid-dar. Dar degan sütün sig'ish uchun demakchi. Midrara deymiz o. Va nasl. Sanni avtish uchun. Va nima degan semirtish, joni elib foydalanish deganlar. Amma law simat lil hamli var rukub, ishlatilgan charmallarda zakat yo'q deydi. Simat yana shu yaylaqlarga qo'yib bermas. Bikaliq o'tchibda biqiladi. Lekin bu charmallarni biz tijoratimizga ya o'zimizning ishlash uchun ishlatamiz. Masalan, bir karvon ishini qilib mol to'shirgan odam bo'lib qolsa, buni 100 tugisi bo'lib qolsa, o'shadan bu yerga mol to'shib turgan. Buni shu bikaliq yaylaqda baqadigan bo'lsa-mu, 100 tugiga zakat kelmaydi. O'zi va o'zining qo'lidagi malaylari minadigan tugili bo'lsa-mu kelmaydi. Yana masalan kalidimmi, masalan 100 kilo yoki mana shu ya ag'dirishni ishlatgan bo'lsa, uni kelmaydi. Bakit deymi? Bakit qo'yga shu tijorat tovarlari deymiz buni. Pulni hisoblab bilan masalan 1 million qo'ysa, mana zakat bilan bir so'zim keldi. Tijorat tovari. Undan keyin biz o'zimiz ishlatadigan narsalar qolsa, masalan, agar mashina dedik-ku, ama charvalar mashinaning taqi bo'lsin, lekin masalan mashinani biz o'zimiz shirkatimiz bor. U yerga mol to'shib turadigan yoki o'zimiz shirkat tarmoqlarga mol to'shaydigan jumlardan bo'lib qolsa, 100 mashina bo'lsa-mu, uni kelmaydi. Fala zakata fiha li'adam an-nama. Unda avizga shumanken kelmaydi dedi. Balki avish mumkin. Lekin bu avishga bak azam. Davomli ishlatib turgan narsalar. Undan keyin shu alab berilgan taqdirda bu tijorat tovarlari ustida ilib sotgan bo'lsa zakat kirdi. Endi bu saima, g'ayri saima degan masalada jumhur olimlar shu saima bo'lsa deb shart qilgan. Imom Malik yo'q saima bo'lsin, alab bilan shu char mollan bo'lgan bo'lsa, karvonga ishlatilgan bo'lsa-mu zakat kirdi deb qaragan. Lekin jumhurning shu kuchliqim. Imom Malik masalan shu char molning alab bilan baqdigan bo'lsa-mu, qanda char mol bo'lib qolsa, 40 qo'y bo'lsa bir 30 kilo bo'lib qolsa, uningga 5 kilo bo'lib qolsa, bir qo'yda bunda zakat kirdi deymiz. Balki bu char mollarningki avtish uchun baqdinni, shuni avtish uchun shunga qilish mumkin. Ama ishlatilganni u avishga fursat bermay, ishlatilgan bo'g'ashqa u botilaqlab masalan, u botilaqni baqaman desa, ish salamaydi uni. Shunga bo'lganda unda bir fursat bo'lmasi mumkin. Saima deganda Sahih Buxoriyda fi saimatiha deb o'zida nas kelgan. Endi bu saimatiha degan aslida bekorlik o'tlarda beqildigan deb kelgan bo'lsa-mu, masalan Buxoriyda Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh yezib bergan shu zakat miqdorlari belgilab bergan shu Rasulullohning o'jiti shu degan nimada unda kelgan. Hadi faridat sadaqa allati farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alal muslimin deb oxirda va fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 va 100 shah deb unda kelgan. Undan keyin saimatiha bekorlik o'tlaydiganlarda degan bir so'z bor. Jumhur ulamolar bekorlik o'tlaydiganlarda degan bekorlik o'tlamaydiganlarda kelmaydigan deb bunda mafhum oldi.
İmam Malik unda bu xaraj mahrajul g'olib deb unda mafhum olmaymiz. Buni ham tashib kelsak Dalzatning jumhurning kuchli chiqadi. Savum degan bir chiqadi. Hozir bu yerda bu ixtilofni o'qimada Imom Malikning ixtilofini ishorat qilmadi maktab. Qala wal ibilu katanawalul buxta wal iraba. Ham tuga desak, tugining turlari bor. Bir necha turlik bo'lgan ekan, ba'zi turlari mush tugi kiramda, kirmamda deb ixtilof bo'lib qolishi mumkin. Deb bu tugining ichiga, tugi jinsiga bizning shu diyorlarningki qo'sh lokuliq tugilimi kirdi. Bir lokuliq arabning tugilarimi kirdi. Buxt degan bu tugining misol isilrak ekan. Kasnimatul buxtul ma'ila dedi-ku hadisda. Bunun neslini sürüştükse Arap tugisi bilan O'rta Osiyoning tugisi changlashganda bunda isil tugi chiqadi deyish mumkin. Arab degan mush arablarning tugilari. Bir lukuliq tugilar. Qo'sh lukuliq bo'yni uzunroq bir xil isili. Qimmatroq bo'lishi mumkin. Mushuning hammasi tuga, ya'ni tugi jinsi bu. O'rta Osiyoda son, Arabning zunda son, Sudanda son. لأن الاسم ينتظمها لغة. لغة مش تجمع تجمع اسمه تجمع. يبل ديامو ندمز اسم جنس ما لا مفرد لها. لكن مفرد نام ده demek ki olsak ya ki بعير deyimiz ya naqa ya ki cemal deyimiz. Naqa degan kishi, cemal degan bug'rasi erkek. Jiroqdan qarab masalan erkek kishi taqtamasak بعير deyimiz. Yoki erkek kishini maqsad qilmaydi bo'lsa ba'ir deymiz. Maqsad qilmoqchi bo'lsak jamal desak erkek bo'ldi, naqa desak kishi bo'ldi. Mesela g'anam desak qo'yning jinsini ataladi. Wal baqaru yatanawalul jawamisa. Kala desak bu go'mishlarni o'z ichiga oladi. Sukalisa. Go'mish degan so'z bor. Bunda baqara dutadan nima go'mish deymiz-ku? Shu kalaga o'xshab qolgan. Kalida qanday o'zimda go'shib turgan bo'lsa, go'mish deymiz. Ammo jamusninki bir nimasanda shu azroq talabbuzi o'zgarganimiz. Javomis. Endi qo'tazga kelsa, qo'taz agar bu baqarul vahshiy deb qolsak, masalan Hanbali mazhabda bu kalil kirdi deydi. Jumhur kalil kirmaydi deydi. Lekin bu baqarul vahshiy emas, bu juftaq nima qilib ishlatilgan bu ahlidek bir narsa desak, insan masalan kundiradigan desak, bu shu baqarning jinsidir. Bu baqar so'q joylarda tag'ilda yashaydigan kala deymiz. So'ng qurbonlik qilsang bo'ldi degan gap chiqadi. Kalaning jinsidan desak, yo'q bu baqar vahshiy desak, qurbonlik qilsang bo'lmaydi degan. Lekin hozir ham bu qo'tazning bahosini shu kala bahosida yapilib qoldi. Burun bak azamtir. Ishlar xolimaydan. Hozir ham masalan bu tag'ilda her xil gulgiyani yatma ete go'shi qaydlaqda bunda haqli e'lon bo'ldi. Ya uni shu tag'dan akilib 3 oy 4 oy uyda beqib andan sat. Odatda bu nimada u kichkina tartib qilmaydi. Tag'dan akilib masalan Tibetdan Shizandan akilib uni 3-4 oy obdan semirtib undan keyin so'ydi. Elib onda satilgan, bo'dab satilgan kishi bo'lsa tovar hisobiga kirib ketdi. Endi bo'lmasam 50-60 qo'tazni setilib, endi yayloqda bunda ya avtoma yoki jo'madan yani misl paydmi deb qolsa, bu chog'dan shu saymaning zakati. Qala wal ghanamu lid-da'ni wal ma'z. G'anam degan so'zmi ismi jins. Bu qo'ynimi o'chkinimi o'z ichiga oladi. İkisi bir cins deymiz. لأن الشرع ورد باسم الغنم فيهما واللفظ ينتظمهما لغة. Şeriatda şu ikki jinsda g'anam degan so'zni ishlatgan. Lekin bu shu ikkisiga ishlaydi. Lug'atda shunday. Faslun. Qala laysa fi aqalla min 5 min al-ibl as-sa'imati zakat. Bu tugininki zakat o'lchamlari haqida to'xtalgan fasl ekan. Tugilardan bekarlik o'tlarda beqiladiganlar bo'lib qolsa, nisobi 5 tuga. Uningdan tuanda zakat yo'q.
لقوله صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل السائمة صدقة. Sahih Buxoriyda في 5 ذود من الإبل صدقة degan. Bu nassan. Va alay yuhmalul mutlaq. Ba'zi hadislarda masalan 5 tugid zakat qildi deb saima degan gapni qaytni demay mutlaq holatda tugid deb kelgan bo'lsa biz ma'noga bo'ysundirib turib tushunamiz deb. Fi 5 min al-ibil sha degan bo'lsa 5 min al-ibil saima deb tushunamizmi? Li'anna al-hadithata wahida. Chunki bu mushu turlik bir xil tugid zakat bay'ini bayon qilgan hadis. والصفة إذا قرنت باسم العلم صار كالعلة. usul fiqhda mesela bir sifat kelib qolsa, alam bir jins bunun qishda bir sifat kelib qolsa, shu hukmning bir illatidek bo'ladi deydi. Mesela as-sariqatu faqta'u aydiyahum bo'lsa, shu qo'l kesishning illati o'g'irlashgan degandek. Endi bir ahvol. Buni yerda ismi jins degan, ibil degan bir ismi jins keldi. Undan keyin saima degan bir illat keldi demak. Undan keyin bu zakatning vojib bo'lishiningki illati savmkan deymiz. Qala va fil 5 shatun. 5 tugi bo'lsa, undan bir qo'y keldi. Va alayhi yuhmalul mutlaq. Hadi hadisda muqayyad keldi. As-saima, al-ibil as-saima bir qayd bor. Yani ba'zi hadislarda fi 5 min al-ibil sadaqa degan bo'lsa, saima degan so'z bo'lmasa, biz buni saima bor deb tushunamiz. Masalan, bir oyatda fatahriru raqaba dedi. Yani bir oyatda fatahriru raqabatul mu'mina desa, biz tahrir raqaba degan joyini mu'min raqabada ani ma'noga bo'ysundiramiz demakchi. Bu usul fiqh ekanda hamlul mutlaqal muqayyad degan masala. 5 tuga nisob, 5 tuga bo'lsa bir qo'y qildi. Hozir bu nimani ko'rsatdi bo'lsa, xuddi zakatning o'zining jinsidan baridir. Nima qo'yadi, qimmatini berganda bir kishi. Va fil 10 shatan. 10 tuga bo'lsa 2 qo'y. Va fi 15 3 shiyah. 15 tugida 3 qo'y. Va fi 20 4 shiyah. 20da 4 qo'y. Va fi 25 bint makhad. 25 ga borgan chaqda qo'ydan tugi yetkazdi. 25 tugi bo'lsa, buningga bint makhad botilaqdan bir skildi zakat. Bint makhad degan bu botilaqning onasi, sog'liq, mushu botilaqni botilab bo'lgandan keyin 1 yil o'tib, yana birisiga qo'saq ketib bo'g'azlosi bo'ladigan holatda demak. Yani bunun onasi mahid demak. Yani 1 yil o'tdi degan gap. Bu 1 yoshga kirgan botilaq. 1 yoshni to'ldirib 2 yoshga qadam qo'yadigan. 25 tugida 1 yoshni to'ldirgan bir botilaq keladi. Va hiya allati ta'anat fi sanati thaniya. 1 yilni to'shqizib 2 yilga qadam qo'ygan demak. Va fi 36 bint labun. 36 tugida bint labun va bint labun degan vayallati ta'anat fi thalisa 2 yoshni to'ldirib 3 yoshga qadam qo'ygan. Nima uchun bint labun desa, birinchi masalada 1 yosh chiganda bint makhad dediq-ku. Shu 1 yosh chigan botilaqning onasi qo'saq ko'tarsa bo'g'azosi bo'lgan holatda dediq. Bu 2 yosh chigan ekan, bu onasi qanday bo'ldi? Birini tug'ib botilaqni emitayotgan holat bo'ldi. Bint labun degan gap. Shuni tuqqan onasi ikkinchi uning singlisini tug'ib emitayotgan holatda degan. Va fi 46 hiqqa. Hammasi bunda bekitayotganman. Hadisda bekitayotgan buni yurishni bilmaydi. Hatto shuni hammasi qarasanglar, hammasi ish tugan. Bunga erkak kelmaydi. Hadisda ham shu bint labun bint baqadan hiqqa shunday. Mushu Sahih Buxoriyda kelgan muttafaqan alayhi hadisda hech kim g'am qilmaydi. Yani 2 yoshni to'ldirib qilib 3-yilga qadam qo'ygan botilaqni bint labun. Bu tuglar 12 oyda tug'di. 1 yilda. Shu 1 yil o'tganda bint makhad dediq-ku. Birini botilaqlab bo'lgandan keyin 1 yil o'tsa, undan keyin ikkinchi qo'shaq ketirib bo'g'oz bo'lash mumkin emas. Shunga
10 ayda 9 ay tug'ilgan ayollarni to'yga qapti degan gap. To'yga esa endi 12 ay tug'di degan gap. Şun oldidan bir to'yni o'tkazish lozim. Asosiy o'qilishi mumkin. Wa fi 46 hiqqa 46 to'gida bir hiqqa. Hiqqa degan abron atsa buldigan Fadaravsan bijirim çoğuldu degan. Ve yellati ta'anat fil rabi'a 4 yaşqa qadam qo'ygan. Ve fi 61 jada'a 61da jaza'a. Jaza degan bu ve yellati ta'anat fil khamsa 5 yaşqa qadam qo'ygan. Bu endi to'liq mukammal bir to'gi bo'lib qolgan narsa. Ravus. Şu bu ceza deganni diqqat qilsanglar, her bir hayvanning jazosi o'xshamaydi. Kalininki 2 yosh deyishimkin, matuninki 5-yil qadam qo'ygan, 4 yilni tamomligini deydi. Qo'yninki jazo degan shu 1 yilni to'ldirsa, jazo oldi shu qurbonlik qilishga shu chorlar bo'ldi. Qo'yning o'ttaylar, qo'y 6 yil. Yo'q, 1 yil. Lekin 6 oy bo'lib 1 yil qadar araliqdagi holatda bo'lsa, 1 yosh kishiygan qo'ydak semiz ubdan paqlanib qolsa, mayli deydi. Qurbonlik nimasi o'lchimi shu jazo. Shu yeshini to'ldimi deb shu qaraymiz. Kaliniki 2 yoshga deyman. 2 yilni tamomlasa, undan qurbonlik yaraydi. Ya bizden Uygur'da 6 ayda 1 yaşçıydı dediğin gibi lekin biz ma yıl boyunca ma şer'i ilmin boyunca hesapsak 1 yılını tolduğan bolsa yoki 10 aylık 11 aylıkdek bo'lib qolsa 8 aylık bo'lib ma baksamiz 1 yosh kichigandek bo'lsa mayli. Wa fi 91 hiqqatan ila 120 91 ga borgan chaqda 120 ga qadar araliqda bo'lsa hiqqadan 2 kildi deydi. 119 olsun şunda. Yaşı afı degan daire şu. Bunda qarasanglar, mush hozir hadis kelgan bo'yicha nasr. Bunda hamma ulamolar ittifoq. Har birida berilgan zakat hammasi ichtigan. Erkak tugiyor. Yani bunun qo'lida masalan tishtugi bo'lmasa qana qiladi? Mush yoshlikka tishtugi bo'lmasa. Masalan 2 yoshlik kishi, 3 yoshlik kishi dedi-ku, mush bo'lmasa qana qiladi? Bozordan setib olgan. Bu nimani ko'rsatdi? Qiymat degan gap shu. Ashundan qimmatli bir narsa setib birdigandek bir. Ondan shu yoshlikka masalan 2 yoshlik, 3 yoshlik degan belgilangan nima kasb bu kishiga shu yoshlik tugi bo'lmasa ya 1 yosh cho'ngni birdi ya 1 yosh kichikni birdi. 1 yosh cho'ngni bergan taqdirda zakatchidan 1 qo'y ya 2 qo'y oladi. Yoki aksicha bo'lsa 1 qo'yni qetib turdi. Bu qiymat degan gap. 5 yosh turgan o'rniga 2 yosh turgan ishni bergan simbolar deganda. Ya 2 yosh turgan bizni berib, unga 2 qo'y qo'shib turdi. Yoki 2 yoshda 4 yoshni bergan bo'lsa, zakatchi 2 qo'y qaytirib turdi. Hani mazhabda qimmatning barobarida basik bo'ldi. Jumhur ya qashqi birsa. To'g birsa shunda to'liqlaydigan chaqni qo'y bilan to'liqlaysa. Hani mazhabda shuni qulay emasmi? Qala wala khilafa fi hadhihi al-jumlati bayna al-ulama. Ulamolar o'rtasida mush 120 ga qadar bo'lgan araliqda 5 dan tortib 120 qadar dedik-mi? Bunda hech qanday shamol o'tmaydi mana. Mesela mezhepten biz çıkıp yak undaması bunda diyebiliyor. Mesela makul değil. وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم valiliğe ve zekatçı xadimlarga yezib, farmon tushirib, yoki belgilab berib qilgan hujjatlarning hammasi da aynan shunday kelgan. Buni boshqa ish kelib qolgan. Shuni hech kim buni qilib Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Yani ixtilof bo'lmaniga Xudoga shukr deydi. Inson nimasida ixtilof bor? Qala, endi ixtilof endi boshlanadi. Summa fil khamsi shatun. Fil khamsi degan
120'den keyingi 5 tugida dedi. 125 bo'lsa bir qo'y kildi. 120 ga belgilanib bo'ldi-ku. 120 ning haqqi haqiqatan bo'ldi. Endi 125 bo'lsa 5 ga bir qo'y soldik. Ya'ni yangidan boshlaymiz endi. 5 ta bir qo'y dedi. Endi mana 120 olgan chaqda 2 haqqa dedimi? Endi necha qadar ulamolarimiz ittifoq. Endi 125 bo'lib qolsa, buni qanday desa 125 demasan qachida 150 saklaydigan shu. Bunda keyingi 5 degan tugida bir qo'y. Unda haqiqatan bilan bir qo'y 125 bo'lsin. Boshqa ulamolar boshqacha deydi. Ya'ni sen Shafi'in deydi, yoki jumhur 120 dan keyin bir ortiqlab qolsa, bunda 3 tug deydi. Mana bu mazhabninki boshqacha. Yangidan boshlaymiz. Noldan boshlagandek hisoblaymiz. Ma'vi ijtihodiy. 120 qadar shu hadisda aynan kelgan bo'yicha oldi. Mana nas bo'lmag'achqa yoki ba'zi hadislar ojizroq bo'lib, ba'zi sayrak bo'lib qolsa, bu mazhab birsini jumhurli boshqasini oldi. 120 dan keyingi 5 ta bir qo'y. Albatta 120 ga chiqib huquq bergan. Kal awwali ila 145. Kal avval degan biz boshdan tortib hisoblagan dastlabki 5 tugiga o'xshash bir qo'y kildi. Qancha tugiga qadarcha 145 tugiga qadar tafiha hiqqatan va bintu makhad. Bunda 145 ta hiqqadan chiqsa, ya'ni 120 ga hiqqadan chiqsa olganma, ana 25 ga bintu makhaddan biskilanta ila 150 tafiha 3 hiqqaq. 50 ga bir hiqqa kelgan desa, bu 50 shu olgandan 3 hiqqa keldi dedi. Ya şu 125'te 50'den hesabı olunmaydı. Şu 125'te 50'den 3 demeyimiz. 50 2'ge hakikaten 25'ge binti mahar. Burun gelgende. Yani 50'den şulap kalsa şukka. Thumma fil khamsi şatun kel evvel. Yani 150'den ken yana 5 tügüge bir koy. Bunda hisoblaymiz. İlâ 175 kadar fefiha 3 hiqaqun ve bintu maqad. 150'ga 3 haqqa, 25'ga bintu maqaddan birsi. Ve fi 186 3 hiqaqun ve bintu labun. Ve fi 196 4 hiqaqun ila 200. 200 kadar 4 hiqaq. 4 haqqa kildiken. Thumma tusta'nafu abadan. Ondan yani yavaşlardan başlayınız. Yani muşu noktaga kadar bunda kelip, yani yavaşlardan 5 tügiye bir koy, 10'ga 2 koy da bunda yavaşlardan yana 200'e kadar kelamda, yana ondan hesaplap 600'e kadar kelam bunda varmız var. Thumma tusta'nafu abadan kema istunifat ba'dal 150 150'den keyin başlangandak aşında yeniden başlandı. 120'den keyin başlandı ya 150'den keyin başlandı yeniden başlayınız demek. Ve huve mezhebu Ali ve ibn Mes'ud radıyallahu anhuma ve hâkeza ketebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kitab-ı sadakat li Ebi Bekr radıyallahu anhu. Yani bir mezhep hazırki muşu 120'den keyin yeniden başlandı degende Cumhurdan başqacha hisoblanadi. Bular Peygamber delili Hazreti Ali'den kelgan asar, Hazreti İbn Mas'uddan kelgan asarga tayanadi. Lekin Hazreti Ali'den ikki xil qarash kelib qolgan, yani Ibn Mas'ud bir xilni olgan. Ibn Mas'uddan ozroq rivoyat kelgan. Ondan bu Hazreti Abu Bakrning zakat o'lchimi tinlangan hadislarda, yani Ibn Mas'ud dalil qilgan shaklda emas, boshqacha kelgan. Jumhur asahirek hadisini tutgan. İmam Şafii ve Cumhur bunda qaraydi. 120'den keyin bir seçib qalsa, o 5'i asli bir qo'y emas, 121 bo'lgan chaqda fafiha 3 banat labun. 130 olsa hiqqa ve binta labun. Ondan her 40, her 50'da manda bir tüge, manda bir tüge deb mandala misol etmez. 50 40, 50 40 degan mush bo'yicha ma'lum. Her bir 40'ta binti labun, her bir 50'da hiqqa. Ya bir jumla chiqqan ekan. Bu anda ixtilof bo'lgan doira. Ve qala sallallohu alayhi vasallam fi kitab Amr ibn Hazm, Amr ibn Hazm
kitabımı hadis ulamalar oturdu meşhur kitap. Bunun da ve fin nefsimiyatun minel ibil fil yedi hamsun deb diyetler ve zekat ölçümleri kelgan. Şu hüccette فَاِذَا زَادَتِ الْاِبْلُ عَلَى 120 اسْتُقْنِفَتِ الْفَرِيدَةِ 120'den keyin yeniden nölden başlaymayız diye mazmun kelgan. فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ 25 فَفِيهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ 5 ذَوْدٍ شَاتٌ 120'den keyin 25'ten tuğan bolsa her 5 tugida bir qo'y deb kelgan bo'lsa, anaqimizlar shuni oldi. Bu hasan darajalik kitap. Yani kitap dediğiniz bunda bir kitap emas. Bu bir hüccet. Bir teriga yoki kimga yozgan hüccet. Shunda shu valiga nimani Rasululloh yozib bergan. Manchilikdan zakat olsa, bunda to'playsa deb o'qigan. Bir hisob to'g'rilib, unda yangi boshlardan boshlaymiz. Olmaymiz. Yani bir nimaga qadar 120 bir to'xtaliqmi? 125 arlıqı, yani şu tök gelmendek başta 5 arlıqıda kemmek. Ondan bu 120 kadar bağıçıma her 9'da bir kemmek. 36'da 40 neçe dilgo şu arlık 9'dan var. 9 kemmek. Aslı diyen şu. Yani el-vakas diyen. Ma beynel faridateyn el-af. Yani el-vakas. Yani Cumhuriyet'in 120'den keyin 121 bulup kalsa 3 yıl doğdu. Ya oldu mu afı var? 120'den keyinki savdasımız o'xshamaydi. Bu misol shu 120 kadar mı? Bular her 9'da afı o'xshashdi. Ve hada taqdirun lima ajma'u alayhi min al-faridati ila 120. Bu yani bir tarafdan dalil kelibdi. Hadisdan sal ojizlik qilgan ekan mazhab. İkinci bir dalilni eklab, qiyos qilib biz ijmo kelgan bir qoida bor edi. Shundami 120 kadar muhimda ma'lumot o'qishamiz. 120'ga kadar bundan mağan ekan, onu da aşkından keyin ittifoq kelgan bir o'rin yo'q-ku. Lekin shu shaklda ijmo kelganni qayta takrorlaymiz deb turadi. Bu bir xil qiyos. 120'dan keyinkini 120'dan burunqiga qiyos qilish deb bo'ladi. Wa kana awla min taghyirihi wa mukhalafatihi. Lekin biz ittifoq kelgan hisoblash usulini nima uchun o'zgartiramiz 120'dan keyin? İttifak kelgan şeklini qayta takrorlaydi deb turadi. Cumhur qarta raddiya. Qala faslun laysa fi aqall min 30 min al-baqar shay'un. 30'dan az kalolab qalsa zakat yo'q. Kalininki nisobini 30 deb bekitdi. Wa fi 30 tabi'un aw tabi'a. 30 bo'lgandan keyin ondan bir muzay. Erkek olsun, kişi olsun. Lekin tugida hammasi zakat bitgan. Lekin halol kelgan chog'da erkek olsun bo'ldi dedi. Tabiat degan nima? 2 yosh qadam qo'ygan muzay. Bu tabiat deyishda shu onasi qilganda agishib bilmaydigan bo'lg'achqa shu chog'da endi deb atagan. Wa fil 40 musinnatun aw musin. 40 kali bo'lib qolsa bu chog'da 3-yaşga qadam qo'ygan muzay erkek olsun, kişi olsun. Bizalike amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muadan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muazni Yamanga evatgan chaqda mushunda o'lchamda zakat olgan kalolardan deb buyurgan debdi. Va alayhi ijma'ul umma. Degan ijma'ul ummat ijma' qilgan deb. Ummatda ijma' yo'q. Shundan bu kalının kımmeti bilan tuginin kımmeti yaqinlashib qoladi. Mesela bir kala bir tugiga o'xshash 7 kishiga qurbonlik kerakdi. Puli asosan bunun yaqin. 12 ming ko'yga bir tugi bo'lsa, 12 ming ko'yga bir kal berdi. Taxminan. Albatta ijmo bor dedi, lekin ijmo yo'q bunda. Ba'zi ulamolar mesela Ibn Rushd Bidayatul Mujtahidda biz o'qigan chog'da ba'zi ulamolar 10 kalga bir qo'y deb qilgan. Tugini bashtiga Tabari 50 kalga bir kala deb qilgan. Mesela Said ibn Musayyab, Abu Kilaba, Zuhri degandek bu tabi'inlardan bunun nisobi tugiga o'xshash. 5 tugida bir qo'y, 5 kalida bir qo'y o'xshash deb kelgan. Nima uchun desa, qurbonlikda bunun o'xshash. 7 kishidan qurbonlik ado bo'ladi. Qimmati o'xshash. Nima uchun tugida 5 tugi
5 tugiga 60 ming ko'yga yaqin bo'ldi. Kala kelgan 30 kala. Ya'ni 300 ming ko'ydek bir narsa. Bu beklamamda farq cho'ng. Yani kıymeti bazı yerlerde farklı buluşu mümkün. Şu anda Araplarda yaylakla yeşil, otlakla bak çıkılmanıken kala bak yoktu. Yemen'de yeşillik oğaçka kala vardı. Hem ziraat kışlıkta. Arap diyarı kırga oğaçka bu tüge su ve kazağa çidamlık oğaçka. Sefinet Sahra bir ay ya 20 gün hiç su içmeyin de mahallardan nasıl bak. Çünkü bu bunda oğaçka belki hem de bazı ulamalar bu kalıda şuna sel azadlık koyup bergen diyen boşu mümkün. Ya ki Arap diyarında boğaçka bu doğruluk andarak gelgen diyen boşu mümkün. Bazı ulamalar bu Hazreti Muaz Yemen'de ağan 30 kalığı bir kalı iliş şu azadlık anda bitken dese bazılar 30 kalıda bir kala diyen gap 30 kalıda bir kala alırsan ringe, lekin 30'dan tövünde amr ringe bilmez. Mesela 25 tügelse bir tüy kırıptığı, lekin onundan tövünde mesela 5 tüge bir koy, 10 tüge 2 koy dediğin ölçem battı. Bu mu? Şunu okşar. 30 kalıda bir kala alırsa ringe, 30 olapkaz bir kala al. Eğer 5 olapkazı bir koy alırsan ringe bu. Hep bunda düşünsek, şu az-sallıqı bazı tabirlerin Said ibn Musayyab, şu tabirlerin Zuhri, Abu Qilaba, şununki 5 kalığa bir koyuldu, tügülen okşaş. Fakat yaş şeklimizde tügüde mançeşliğinin tefsiri bitken ve kalıda bunda tefsirler kirmeyiniz dediğin karşılar. Şu karış da canlıqraq çıkıldı. Yani icma var da başka kirmişin de alam yokluyor. Yani iqtisadi cihatdan mı qarashsa olsak 5 tüge 60 ming koy qiymati bo'lib qolsa 30 kala degan 300 ming koy 350 ming koy qiymati bo'ladi. Nahotki unga albatta kirish kerak. Shunga sal rajihroq tügega o'xshash muomala qilish degan qarash rajih. Gerçi as-salliq ulamaning qarashi bo'lsin. Qala va ma zada bi hisabihi ila 60. Endi 40 kaladan oshgandan keyin 60 kadar ihtilaflaşka uğrunmalı. İmam Ebu Hanife'den şu rivayet geldi. Ende Ebu Hanife rahimahullah fi rivayet al-asl. Al-asl diyen kitabını biz İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin 6 zahir rivayet kitabının birisi El-Mabsut diyen kitap şu. El-Mabsut diyen kitabın ismi Al-asl. Ne için asılda batılgan ise çünkü bunu deslep kılıp yazan kitap bu başka. Başka kitaplara nispeten aslı hesaplandı demiş. ظاهر رواية مثلا الجامع الصغير الجامع الكبير السير الصغير السير الكبير الزيادات والأصل يعني المبسوط مش ظاهر رواية ففي الواحدة ربع عشر مسنة واحدة ديان 40'dan keyin 41 kalı bo'lsa demakchi 40 kalıda yuqori degandek musinna kirdi 41 bo'lsa birisinde aşkandaki lam bununla nima qildi? Shu musinnaga nimani qatmas? Rubu ushri musinna. Rubu ushriga 2% dengan. 40 dan 1 dengan. Ay musinnaning 40 dan 1 kirdi. Bu nima qilmas shu? Masalan, pul sunurimiz deganda. Aw thuluthi ushri tabi'a. Yoki 1 yoshlik muzayninki 30 dan 1. 1% onda 3%. Aw 40 dan 1 olsa, mabu 30 dan 1 oldu. Doğru. Ve fi'l-thintayni 42 olganda musinnadan birini bir o'tgandan keyin nisf ushri musinna. Nisf ushri degan 5%, 20 dan 1. Aw thulutha ushri tabi'. 1 yoshlik muzayning 30 dan 2 qismi. Thulutha ushri 30 dan 2 qismi. Ushri degan 10%. Nima? Thulutha degan 10%ninki thulutayn bo'lsa 7% bo'lamda. 7% yakın münasip. Yani bu 2,5%'dan 3,5%, 7% da bunda çıkıyordu. Bunu aldırma savunsan çıkıyordu. Ve ala hada bi'annahu la nasfidar. Nimşu bunda ihtilaf oldu? Yani bunda mülçelep baktıysa, yine maskelme geçken ictihat kılıp belgelep baktı. Ve la yecuzu nasbun nusubi bir ra'yi. Yani biz bu nisab bunda işinde biz halganca uzun ra'yiden bektivasa bulmaydı. Feyecibu bi hisabihi. Bundan başta şu nasl kelgan
o'ringa qarab bekitmaymiz. Nasıl kaga o'rinni mushun hisob bo'yicha kagan ekan biz shunday bekitamiz demoqchi. Wa rawabnu Ziyad anhu al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i degan Imom Abu Hanifaning shogirdi, Imom Abu Hanifa shu shayxidan qilgan rivoyatda boshqacha rivoyat qildi. La shay'a fi ziyadat hatta tablugha 50. 40 dan 50 oraliqida bir narsa kelmaydi. Afu. Endi 50 bo'lganda fafiha musinna va ruba musinna. Bir muzay va muzayning 4dan biri. Au thuluth tabi'a. Yoki 1 yoshlik muzayning 3dan biri keldi. Li'anna al-awqasa, ana awqas degan so'zni hozir ishlatdi. Al-waqas degan ikki bekitilgan farzning o'ttirika shunda apoqilib ketgan. Tugida 9 dan apoqilibdi, shunga o'xshash. Buning shu 9 dan 40 bilan 50 oraliqi. İki farzning oraliqidagi zakat bekitilmagan son demakchi. Vaqasning ko'pligi avqas. Li'anna al-awqas fil baqar 9. Kalida bu ikki farzning o'ttirib bekitilgan 9. Ay ibildimi 9 to'g'ri? Kama qabla al-40 va ba'da 60. 40 dan ilgari shunda, 60 dan keyin shunda va tugidimi shunda bo'lgan. 9 danlaşın. Fil Bakara 9. Yani 9 diyen san. Al-Vakas mesela 9. Mesela 40'dan 50 kadar dedi. Yani 49 kadar 40'dan hükmünde. Şu 41'den dağıtıp 49 kadar bunda hiç kandan yok. Yani 50 gülüp kalsa 10 olgan diken bu çağda zekat kıldı. Varava Esed ibn Amr. Esed ibn Amr mı? İmam Abu Hanifa'nın yanı bir şagirdi. Bu imamdan şunlar var. La şey'a fi ziyadet hatta tabluğa 60. Yani 40'dan 60 kadar af demek. 40'a 60 arlık af. Ay 20'de ismi yok demek. Ve huve kavlu Ebi Yusuf'a ve Muhammedin rahimahumallah. Bu anda İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed ve Cumhur'un karışı. Yani sahiben Cumhur tarafı teketler. Sahibenin üç karışı, üstadın kelgen bir karaş. Ve Ebu Hanife'den 3 xil karaş geldi. Bir karaşını sahiben tutup Cumhur tanıdı. Yani Şafii, İmam Malik, Ahmed olmuş, İmam Ebu Hanife'nin 3. rivayetini aldı demek. لِقَوْلِ مُعَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْبَقَرِ لَا شَيْءَ فِي الْاَوْقَاسِ Muaz radıyallahu anh şunda detken. Bu şu otturdaki sanda zekat yok detken. Semi'tuhu min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu avqas hakkında mesela 40 ile 60 aralıkta şunda sanda Hazreti Muaz mı kalmay. Resulullah'ın buyurgan çağda 40 ile 60'ın hükmünü bayan kılmagan bolsa keyin men Resulullah'dan sorayma deb Medine'ye berip bolsa Resulullah vafot olib ketdi. Menda bir ahvol bor. Ama da nasıl bulmagan ekan, ulamalar unda ijtihad qilib baxtdi. Mesela her birisi delilini bayan qilib, mesela birincisida bu nasıl bulmagan ekan, biz burunqi ahvolga mo'lchallab turib ish qilamiz dedi. O'zimiz xohlagancha tikli olmaymiz dedi. Uchinchisining dalilini bayon qildi, ikkinchisining dalilini qiyos deb kama dedi-ku. Kama degandikilar qiyosning dalili ekan deydi. Uchinchisining dalilini bayon qildi. İmam Abu Hanifa dalilsiz unda gapirmaydi. Gaplam deyapti. Dalilsiz gapirmaydi. Bu Allah'ın şeriatı tutsa ona o'zining kalması bo'yicha gapirmaydi. 3 qarashdan hammasi birdan dalilni gapiradi. Qala va fi 60 60 bo'lgandan keyin 60 ta kildi deganda asosan bu isbaq emasmi? 60 nima kildi bo'lsa tabi'an au tabi'atan. İki erkek mozay, iki dişi mozay meyleri. Yani bu şundan da bu iki tarafından nasıl delili yok. Mesela cumhur desek mi? Bunun nasıl delili yok. Ekergen delil mi? İhtimallık var bir delil. Nanti muzda ihtilaf şu nasıl bulunmayan çağda çıkıyor. Yani bu la şey fil avqas ya avqas diyen baştaki 30'dan 40 aralıkını mı gösterilen narsa. Yani bu çokummuş 40'dan 60 kadar aralıktaki avqasını göstermeydi. Şu an. Dost koyda okşaşımız kalak geçiyor. Kalda arka bulup kettim. Ve fi 70 musinnetun ve tabi'. 70 olan çağda 1 yaşlı muzaydın birisi, 2 yaşlı muzaydın birisi. Ve fi 80 musinneten 80 olan çağda 2 yaşlı muzaydın ikisi.
وعلى هذا ينتقل الفرد في كل 10 من تبيع إلى مسنة. Lakin bunun aşkan sere 80'den 90, 90'dan 100, 110, 120 desek her bir onda 1 yaş mozaydın 2 yaş mozayga auto bunda muamele. Fark şu. Yani her bir 30'da 1 yaş bir mozay, her bir 40'da 2 yaş bir mozay da bunda muamele. 80'den aşkanlık. Alayhim aqadal icma' ve bihi waradatul athar. Yani 60'dan keyinkide icma varmış. 40 bilan 60 aralığında tutulabilip kaldı. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.